shu ijtimoiy tarmoqda har doim yaxshilik bo'lsin, yaxshi yashalaring deb sen ko'tlarga harakat qilaman. Sen piddarazlar hech qachon odam bo'lmaysanlar. Senlar yozayotgan narsalaringni qaralaring, senlar bor-ku, senlar yaxshilikni bilmaysanlar hech qachon. Bundan 5 battar bo'lib, yallab bir simga zor bo'lib o'tlaring har doim, bir umr. Shu senlar yozayotsanlar-yu menga so'kib. Sen piddarazlar hech qachon odam bo'lmaysanlar. Senlar mana shunaqa itdan xor bo'lib, jalab bir simga zor bo'lib, gadoy bo'lib o'tasanlar. Tam Xitoy deysanlar. Xitoyliklar keversin. Mana shu kelib sen ko'tlarga ish o'rgatadi. Sen itlarga ana qiladi, bir sim pul topishni o'rgatadi. Sen piddarazlar qatdan bo'lsa ham megabaytga pul topib qolganiga gadoysanlar, sen piddarazsanlar. Shuning uchun sen piddarazlarni ancha odam qiladi Xitoy kelsa. Sog' bo'llaring. Gandonsanlar, shuni bilib ol.